vinil qo'ydirsam, faqat vinil unitaz rangi o'xshab qolmaydimi degan qo'rquv bor. Har ko'rganimni ot tichishiga o'xshab qolmaydimi degan narsa bor-da endi. O'zi bir tendensiya keldi, juda ham oq tish qo'yib, boshqa qilib, mana Gollivudskiy ulubka deydi. Nima uchun o'zi Gollivudskiy? Shu yerdan gapirib ketsam bo'ladimi Gollivudskiy? Nima uchun Gollivudskiy ulubka deyiladi? Gollivudda endi bilasizku, masalan, kinoga chiqayotgan odamlar hamma yo'g'i ideal bo'lish kerak. Ideal deganda endi haligi bir boshqacha hammaga o'xshamagan bo'lish kerak. Mana ideal degani hammaga o'xshamagan, bir mukammal bo'lish kerak. O'zi tabiiyki hech kim unaqa mukammal emas. O'zi mukammallik so'zini o'zi ma'nosi ham keng tushuncha hisoblanadi. Xullas, Gollivudda shunaqasi kelib chiqqan paytda u yerda majbur bo'lishgan, ya'ni tishlarni ham to'g'irlashgan, ya'ni oppoq bo'lishga. Oppoq, bir xil shakl, rang, oppoq bo'lishga. Va shu narsa qolib ketgan Gollivudskiy ulubka degan. Lekin aslida o'zi vinillarning oldiga qo'yilgan maqsad o'zi boshda unaqa emas edi. O'zi aslida ularning oldiga qo'yilgan maqsad tishlarni birinchi o'rinda kam, boya aytganimdek, ya'ni kam charxlash orqali yuqori funksional va estetikaga erishish edi. Va bundan ko'proq foydalanib, ko'proq oq tish qo'yib, balki juda ham oppoq, belosnejniy deydi, juda oq rang. Lekin oq rang bo'lishi balkim uni ham o'zini kategoriyasi bor, ya'ni ma'lum bir qo'yilish kerak bo'lgan insonlar bor.